Bismillahirrohmanirrohim. Hozir 24-darsimizni boshlaymiz. Mabda'ul qiroat kitobidan. Xo'p. Furushatun. Furshatun tish cho'tkasi, tish tozalaydigan cho'tka furshatun. Xo'p, furashun va bu ham o'sha cho'tkalar degani. Ibriqun. Ibriqun choynak degani. Abariqu yoki choynak yoki ko'za. Choynaklar yoki ko'zalar. Minshafatun sochiq. Minshafa ya'ni nashafa degani asli qurish degani. Minshafa degani o'sha bir quritadigan olat, nima degani bu sochiq deydi. Mana shifu bu ko'pligi quritadigan sochiqlar. Sabunun, sobun o'zbek tilida ham sobun deyiladi. Tahorat olmoq arab tilida tavadduun deyiladi. Tahorat olmoq arab tilida nima deyilar ekan? Tahorat olmoq tavadduun deyilar ekan. Agar tahorat oldi desak nima deyiladi? Tavaddaa tahorat oldi. Ya tavaddau tahorat oladi. Tavadda tahorat ol degani. Namoz o'qimoq. Salli. Namoz o'qidi. Salla. Namoz o'qimoq, uzr. Namoz o'qidi. Salla, namoz o'qiydi, yusalli. Namoz o'qimoq solatan deyiladi aslida. Namoz o'qimoq nima deyilar ekan? Xo'p, subhanalloh, uni masdarini qarashim kerak. Esimdan chiqibdi. Namoz o'qimoq. Salla yusalli salatan. Salatan namoz o'qimoq bo'ladi. Xo'p, yumoq. G'uslun. Yumoq nima degan ekan? G'uslun. G'asala yuvdi, yaghsilu yuvadi, ig'sil yuv degani. Quritmoq yoki artinmoq. Quritmoq yoki artinmoq. Tanshifun. Quritdi desak nashafa. Quritadi, yunashifu. Qurit deb buyruq qilmoqchi bo'lsak nashif deyiladi. Salatun namoz. Salavatun namozlar. Fajrun bomdod. Zuhrun peshin. Asrun asr vaqti, o'sha namoz vaqtlari, asr namozi. Mag'ribun yoki o'sha vaqtda mag'rib shom vaqti. Ayshaun xufton vaqti. Aidun hayit, a'yadun hayitlar. Vajhun yuz, vujuhun yuzlar. Tastun tag'ora. Tusutun tag'oralar. Masjidu hadratil imami. Xasti imom masjidi. Hadratil imam xasti imom masjidi. Xo'p, jumlalar tarjima qilsak. Aynal ibriqu choynak qayerda? Aynal minshafatu sochiq qayerda? Hati sabuna aghsilu wajhi sabunni olib keltir, yuzimni yuvaman. Hati al-ibriqa atawaddau choynakni keltir yoki o'sha ko'zani keltir, tahorat qilaman. Yoki ber tarog'im. Salimun yusalli al-maghriba. Salim namoz mag'rib shom namozini o'qiyapti yoki o'qiydi. Alhamdulillah. Sallaytu az-zuhra al-yawma fil masjid al-kabir. Bugun peshin namozini katta masjidda o'qidim. Sallayna al-jum'ata. Juma namozini o'qidik. Salli al-isha'a. Xufton namozini o'qi. Haula'i ar-rijalu yusalluna al-maghriba. Anu erkaklar, anu rijollar yusalluna al-maghriba, ya'ni shom namozini o'qishyapti yoki o'qishadi. Salimun yatawaddau. Salam tahorat qiladi. Va faridun yusalli. Va farid namoz o'qiyapti. Salam tahorat qilyapti va farid namoz o'qiyapti. Tawaddaa Uthmanu. Usmon tahorat qildi. Fanashafa va quritdi wajhahu yuzini bil minshafati al-jadidati yangi sochiq bilan. Demak nima? Usmon tahorat qildi va yuzini yangi sochiq bilan quritdi.
tawadda thumma sallil mag'riba. Tahorat qil, so'ngra shom namozini o'qi. Mata sallayta al-isha'a. Xufton namozini qachon o'qiding? Al-ana faqat, hozir. Hadha al-ibriq kabirun jiddan. Xo'p. Hadha al-ibriq kabirun jiddan. Bu choynak yoki bu ko'za juda ham katta. Ayna at-tastu? Tag'ora qayerda? Ayna wada'tahu? Qayerga qo'yding? Hatil furshata? Cho'tkani keltir. Ishtara al-khadimu 7 artalin sabunan. Xodim, ya'ni xizmatkor odam ishtara sotib oldi 7 arton 7 litil sobun. Xulosa sobun xizmatkor 7 litr sobun sotib oldi. Ayna al-khadimu? Xodim qayerda? Igsil wajhaka ya Umaru. Yuzingni yuv ey Umar. Azhabu ila akhi Muhammadin ba'da salati al-Eid. Birodarim Muhammadni oldiga boraman. Ba'da salati al-Eid, hayit namozidan so'ngra. Hatil min shafata ya akhi. Sochiqni ber yoki keltir ey birodarim. Ayna sallayta al-Eid ya Mahmudu? Hayit namozini qayerda o'qiding ey Mahmud? Sallaytu fi masjidi hadratil imam. Xasti imom masjidida o'qidim. Va anta ayna sallaytahu? Va sen qayerda o'qiding? Va sen hayit namozini qayerda o'qiding? Mana bu quyidagi jumlalarni arabchaga tarjima qilamiz. Asr namozi, salatul asri, bomdod namozi, salatul fajri, bugun xufton namozini masjidda o'qidim. Al-yawma sallaytu salatul fajri fil masjidi. Uzr, xufton namozi ekan. Al-yawma sallaytu salatul fajri fil masjidi. Al-yawma sallaytu salatul fajr. Bugun xufton namozini, bugun demaydi. Al-laylata bilish kerak aslida. Ya Allah. صليت الليلة صلاة العشاء في المسجد. Hayit namozini katta masjidda o'qidim. Hayit namozini katta masjidda o'qidim. Sallaytu salatal Eid fil masjidil kabiri. Yuzimni sochiq bilan artdim. Nashaftu wajhi bil minshafati. Sochiq bilan artdim. Yuzimni sochiq bilan artdim. Nashaftu wajhi bil minshafati. Xo'p, yuzimni suv bilan yuvdim. Ghasaltu wajhi bil ma'i. Yuzimni suv bilan yuvdim. Cho'tka qayerda? Ayna al-furshatu? Bu yerda. Huna. Sochiqni ber, yuzimni artaman. Hati al-minshafata unashifu wajhi. Yoki anshifu yoki unashifu wajhi. Hati al-minshafata unashifu wajhi. Choynak qayerda? Ayna al-ibriqu? Tahorat oldim. Tawadda'tu? Tahorat oldim. Tawadda'tu. Keyin peshin namozini o'qidim. Thumma sallaytu salat al-zuhri. So'ngra peshin namozini o'qidim. Shom namozini o'qib. Salli salat al-isha'i. Hayit namozini qayerda o'qiding? Ayna sallayta salat al-Eid?